Chilonzor tumanidan uy qarayotgan akalarimiz, opalarimiz diqqatiga. Chilonzor tumani Bunyodkor stadionining yonginasida Hozirobod masjidida qo'shnisi bo'lmoqchi bo'lsangiz, bitta zo'r kvartiramiz sotuvga chiqib ketyapti. Mana shu yo'lning yuzidan 50 metr kirganimizda bitta shu uy obzorlik beramiz. 3-qavatda joylashgan. Qani ketdik. 65 kvadrat bo'lsa ham, uyimizning planirovkasi juda ham chiroyli tushyapti. Bizani oxirigacha ko'rib, like bosib, ulgurib qolmasangiz bo'lmaydi. Asosiy eshigimizdan kirganimizda o'rta koridorimizni ko'rib turibsizlar. Kirishimiz bilan eshigimizning ro'parasida chiroylikgina bitta zalimizga ko'zingiz tushadi. Remont holatlari ham chiroyli holat turibdi. Xohlasangiz olib turib, o'zingizni xohishingizdek boshqatdan restavratsiya qilib, asijit qilsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz olib turib, shunday yashaysiz ham tayyor holat turibdi. Zalimizning ro'parasida bolalar uchun yotoqxonasini ko'rib turibsizlar. Bolalar yotoqxonasining yon tarafida esa alohida kattalar uchun yotoqxonamiz tushyapti. Ko'rsangiz bo'ladi, 65 kvadratdan iborat razdelniy holatda sanuzor, hammom, hojatxonalar bilan birgalikda. Ayollarning sevimli xonasi bo'lgan oshxonamiz aynan shu yerga tushyapti, ko'rsangiz bo'ladi. Hozirgi paytda dollar so'ralyapti. No, inshaalloh kelishtirib qilib beraman deyaptilar. Uy egalariga telefon qilsanglar, haqiqatan tushunadigan yaxshi inson. Ozgincha bir qismi yetmay qolsa, o'sha qilib berishiga ham gaplashib yuboraman deyaptilar. Haqiqatan aytamanki, tushunadigan inson egarlarda. Oshxonani bu yoq tarafini ko'radigan bo'lsak, balkon bo'lyapti. Mana ko'rsanglar bo'ladi, qadrdonlar. 3-qavatda joylashgan, mashina qo'yishdan, bolalar maydonchasidan hech qanaqa muammogarchiligi yo'q. Tez-tez ulgurib olib qoladigan joylar. Telefon nomeriga telefon qilinglar, ulgurib qolinglar.